Agar sizni qorningiz chiqib ketayotgan bo'lsa, bugungi video aynan siz uchun. Qorinni yo'q qilishga yordam beradigan top 7 ta lifehack va qorinni yo'qotishga yordam beradigan 7 ta eng zo'r mahsulotni sizga o'rgataman. Sizni yillar davomida kattalashib, fartuqsimon bo'lib ketgan qorningiz betagina usul orqali afsuski ketmaydi, lekin to'g'ri ovqatlanish va bugun sizga beradigan mahsulotlar ro'yxatlari orqali, bugun sizga o'rgatadigan lifehacklar orqali qorningizni mana bu holatdan bu holatga keltirish mumkin. Chunki ozish kurslarimda ishtirokchilar qorinlarini shunaqa holatga 21 kun, 31 kun, 1 oy davomida keltirishyapti. Va men sizga qorinni yo'qotib beradigan zo'r lifehacklarni o'rgataman. Demak, boshladik. Birinchi navbatda qorinni kattalashib ketishiga sabab nima? Aynan insulin gormoni. Insulin nimadan ko'tariladi? Ko'p shakar yeganingizdan ko'tariladi. Demak, qorinni yo'qotishni xohlasangiz, avvalambor insulin gormoningizni nazoratga olishingiz kerak. Insulin gormonini nazoratga qo'yish uchun esa shakar ratsiondan kamayishi kerak. 7 kun davomida birinchi navbatda o'zingizni qorningizni o'lchang va shakarni ratsioningizdan kamaytiring. Qarabsizki, insulin gormonini pastga tushirasiz va qorin sezilarli ravishda ketganini his qilasiz. Ikkinchisi esa kechqurun ovqatlanishni bas qiling. Kechqurun yeyilgan har qanaqangi ovqatlar, nonlar, shirinliklar, xamir ovqatlar qorinni chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Kechqurun iloji boricha yotish oldidan 3 soat yotadigan bo'lsangiz soat 11 da, o'sha soat 7 da siz ovqatlanishni bas qilishingiz kerak. Ana o'shanda qorningizni ancha kichrayganini his qilasiz va kechqurun albatta yengil ovqatlanish tavsiya qilinadi. Asosiysi ovqatlanish soati 7-8 gacha bo'lishi kerak. Nimalar iste'mol qilish mumkin kechqurun? Yengil salat yonida yoki ikkita tuxum qaynagan yoki etillik detoks soklarni qabul qilishingiz mumkin, lekin ovqatlar, nonlar, shirinliklarni kamaytirish sizga tavsiya qilinadi. 3-top lifehackim aynan qorin muammoyingizni yo'qotishga eng zo'r yordam beradigan usul, ya'ni bu stressni boshqarish. Chunki sizni qorningizni chiqib ketishiga sabab asosiysi bu sizni kortizol gormoningiz bo'ladi. Qanchalik kortizol gormoni baland bo'lsa, shunchalik sizda qoringa yog' yig'iladi. Stressni boshqarish uchun esa eng zo'r metod bu nafas olish mashqi. Nafas olish mashqini hattoki siz prosta uyda o'tirgan holatda ham bajarishingiz mumkin, ya'ni jimjitlik texnikasi. Bu texnikani agar to'liq bilib olmoqchi bo'lsangiz, pastda silka qoldiraman, Telegram kanalimni kirib, ko'rib, aynan o'sha texnika qanaqa bajariladi, qaysi payt bajariladi, stress qanaqa holatda kamayadi, to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Va albatta ratsionga, agar siz stressni kamaytirishni xohlasangiz, qorningizni yo'qotishni xohlasangiz, magniyga boy bo'lgan mahsulotlarni qo'shing. Chunki qanchalik stress qilsangiz, organizmdan shunchalik magniy chiqib ketadi. Magniyga boy bo'lgan mahsulotlar esa banan, ismaloq, qora shokolad, mana bu turdagi mahsulotlar ratsioningizda bo'lishiga e'tiborli bo'ling. Keyingi sizga o'rgatadigan top 4-lifehackim bu har kuni kamida 40 minut piyoda yurish. Piyoda yurish orqali siz qorningizdagi suvlaringizni emas, aynan qorindagi yog'lar erishni boshlaydi. Har kuni o'zingiz uchun 40 daqiqa kechki ovqatdan keyin piyoda yurishga harakat qiling. Shunaqa paytda siz qorningizni sanoqli kunlarda mana shu holatdan bu holatga osongina keltira olasiz. Keyingisi esa ratsiondan tuzni kamaytiring, chunki tuz organizmda suv ushlab qoladi. Shuni hisobiga ham sizda atyoklaringiz ko'payib, yuzlaringiz, qorinlaringiz yoki etikli qo'l oyoqlaringizda ishish ko'payib ketishi mumkin. Buning uchun ratsiondan tuzni kamaytirib, tuzga boy bo'lgan mahsulotlarni kamaytirish tavsiya qilinadi. Va albatta ratsionga ko'proq qorindagi damlarni yo'qotish uchun probiotik va prebiotiklarni qo'shish tavsiya qilinadi. Chunki ko'pchilikda ertalab uyg'ongan paytda qorin tekis holatda, kechga borgan holatda esa ishib qoladi. Bu asosan meteorizm holatidan bo'ladi, ya'ni qorinda gaz to'planish holati. Afsuski qorinda gaz to'plansa, orqa teshikdan yel orqali chiqarasiz yoki etik og'izdan kekrik orqali. Bu holatni kamaytirish uchun esa qorinda gaz to'plovchi mahsulotlarni kamaytirib, uni o'rniga probiotik va prebiotiklarni qo'shadigan bo'lsak, ichaklarimiz sog'lom ishlashni boshlaydi. Va navbatdagi lifehack jigarni tozalash. Afsuski qorinni kattalashib ketishiga eng muhim bo'lgan a'zoyimiz jigar sabab bo'ladi. Jigarda qachonki yallig'lanish holatlari bo'ladi, jigarni atrofini yog' bosadi yoki jigarni razmerida ishish holatlari bo'ladi, bu ham qorinni ketishiga, keta olmasligiga, qorin ketmasligiga sabab bo'ladi. Qorinni yo'qotish uchun jigarni sog'lom holatga keltirish kerak. Jigar esa aynan mana shu mahsulotlarni yaxshi ko'radi. Iloji boricha shu mahsulotlarni ratsionga qo'shgan holatda bir kunda 1,5 litr yoki 2 litr kamida suv ichadigan bo'lsangiz, jigar detoksifikatsiya jarayonida zo'r ishlashni boshlaydi. Va oxirgi 7-lifehack oddiygina devor mashqi sizga yordam beradi. Devor mashqini bajarish uchun sizdan ko'p narsa talab qilinmaydi. Hattoki ishlaydigan insonlar ham ishdan kelgandan keyin bemalol bir kunda 20 daqiqa atigi devor mashqini bajaradigan bo'lsangiz, qorningizni yaxshigina sezilarli kunning ichida, masalan, 5 kunda yoki 7 kunda razmerini kichraytira olasiz. Devorga tiralgan holatda ko'rib turgan bo'lsanglar, men sizlar uchun video qoldirib olman. Xuddi shunaqa holatda bir kunda 20 daqiqa yetarli. Qarabsizki, qorin muammosi yaxshigina ketadi. Lekin qorinni yo'qotishga yordam beradigan top mahsulotlarni ro'yxatlari bor. Aynan o'shalardan 7 tasini sanab o'taman. Qani ketdik bo'lmasa.
Birinchi top mahsulot bu tuxum hisoblanadi. Nimaga tuxum deydigan bo'lsangiz, tuxum oqsilga boy bo'lgani uchun u insonlarga uzoq muddatdagi to'qlik hissini bera oladi. Qarabsizki, siz har 2 soatda, har 3 soatda narsa yemaysiz, natijada insulinni normaga keltirasiz va qorindagi yog'lar erishni boshlaydi. Ikkinchi top mahsulot esa aynan ko'katlar. Ya'ni ko'katlar bu kletchatkaga boy bo'lgani uchun ichaklar o'sha holatda yaxshi ishlaydi. Sizni qabziyat qiynamaydi. Qachonki ichakda muammo bo'lar ekan, ya'ni ichaklaringizda trillionlab bakteriyalar bor. Ya'ni yaxshi bakteriya bor, yomon bakteriya bor. Ortiqcha tana vazni juda ham katta, qorin razmerlari katta bo'lgan ayollarda yomon bakteriyalar soni ko'p bo'ladi. Shuni hisobidan ham ularning qorni ishib ketadi, dam bo'ladi yoki qorin razmerlarining kichrayishi kamayib ketadi. Bu holatda ko'proq ratsionga kletchatkalarni qo'shishimiz kerak, ya'ni o'simlik tolalarini. Bu mahsulotlar ro'yxatlarini esa sizlarga chekada qoldiribman. Mana shu mahsulotlar iloji boricha ratsioningizda bo'lsin. Xo'sh, sizga savol bermoqchiman. Agar siz meni hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, hozirroq izohlarga yozib keting. Oxirgi marta qorningizni razmerini qachon o'lchadingiz va sizniki necha santimetrda chiqdi? Mana shu videodan keyin aytganlarimni 7 kun davomida bajaradigan bo'lsangiz, sezilarli qorni santimetringizda natijani ko'rasiz. Men izohlarda sizlarni o'qiyman. Keyingisi, 3-mahsulot bu yashil choy, ya'ni ko'k choy ichish antioksidant bo'lgani uchun u qorindagi yog'larni ham kamaytirish xususiyatiga ega. 4-mahsulot esa bu kaliyga boy bo'lgan, ya'ni organizmdan otoklarni chiqarib berish xususiyatiga ega bo'lgan aynan bodring. Bodringni ratsionga qo'shadigan bo'lsangiz, kechki ujinda kefir 300 gram, yonida 2 bodringni to'g'rab tashlab kefirga shu narsani iste'mol qilsangiz, qorin razmerlari ham sanoqli kunlarda qisqaradi. 5-top mahsulot esa murakkab uglevodlar, aynan grechka, ovsyanka, perulovka. Mana shu 3 turdagi mahsulot uzoq muddatdagi sizga to'qlik hissini bergani uchun organizmda tez hazm bo'lib ketmagani hisobiga sizni insuliningiz va qonda shakar darajangizni norma holatga keltirishga yordam beradi. Ertalablari agar shakarli choylarni yoki murabbolarni ko'p iste'mol qiladigan bo'lsangiz, uni o'rniga grechkali, ovsyankali yoki perulovkadan turli xildagi kashalarni iste'mol qilish ham qorinni yaxshigina yo'qotib beradi. Va 6-mahsulot bu albatta shpinat, ya'ni ismaloq. Ismaloqni oddiygina omletlaringizga yoki detoks soklaringizga qo'shib aralashtirib ichadigan